Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Ustuniy kanali. Do'stlar, bugungi video roligimizda biz sizlarga yana bir kerakli va foydali bo'lgan ma'lumot ko'rsatmoqchimiz. Bu faqat Malibu avtomobilida emas, barcha avtomobillarda bo'ladigan holat sizlarga ko'rsatmoqchiman. Qanaqa holat bo'lganda nimadan chiqishligini. Xo'p, avtomobilimizni hozir benzinda olib kelishdi, tortmay qolyapti deb mana e'tibor berib turasizlar hozir. Mana bosyapmiz, mana. Mana bo'ldi. Men gazni bosib turibman, qo'yib yuborganim yo'q. Pastga tashlab yuboryapti mana. Bosib turibman, pastga tashlayapti. Tortgani yo'q. Qo'yib yuboraman sekin mana. Mana bu sekin qo'yib yuborsangiz sal tortadi. Dakansa biz tortmaydi. Mana endi normal bo'lib qoldi. Hozir ketishi mana. Gaz hozir tarab bo'lsa qarab turinglar. Bosdim mana. Yaxshi, bo'ldi, tashladi pastga qarab. Mana tortmayapti. Даже paqillash ovozlari ham bor. Xullas sizlarga do'stlar, mana shunaqangi holat Nexus, Gentra, Cobalt, Sparklarda ham bo'ladi. Boshqa innomarka mashinalarda ham bo'ladi. Prosta hozir Malibuda bo'lganligi uchun sizlarga Malibuda variantini ko'rsatmoqchiman. Boshqa mashinalarda shunaqa joydan chiqadi. Marhamat, ko'rib tomosha qiling, bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqmang. Hozir sizlarga qolgan ma'lumotlarni ko'rsataman. Endi mashinani olib keldikda sizlarga e'tibor bergan bo'lsalaring, doim videorolik qilganimizda avval tekshirishdan boshlaymiz, bir boshdan. Avtomobil tekshirishni boshladik. Switchlarni yechdik birinchi. Silindrda bosimlari, xudo xolasa, joy-joyida, yomon emas. Switchlarimiz lekin qorigan. Normal yangi switch qo'yilgan ekan, hech qancha ishlamagan ekan, lekin nisbatan qora. Buni sababi benzin asosida kompressi pasaygan. Bu 3-pokoleniya metan uстановка qilingan. Gazga o'tganda ham benzin asos o'chmaydi. O'shani hisobiga benzin asos ko'p kuyish holati kuzatiladi. Endi avtomobilimizda benzin bakini yechib olganmiz. Bu tomonga mana yangi qo'yiladigan Malibu 2 komplekt zibori benzin asos do'stlar. Bu yerda o'zini baki mana. Ichida benzin bilan turibdi. Buni o'zini benzin asos do'stlar. Endi o'shanga buni hozir olib tashlab, seli, zibori boshqa bosib beramiz, xudo xolasa. Keyin xudo xolasa mana tashviqlar bor, ularni ham o'chiramiz. Tormoz adaptatsiyalarini qo'yib olganmiz. Tormoz pedalga bisim blokkashga tushib qo'ygan ekan. Buni bu shunday qilib yumshatib oldik. O'ziga keldi holati. Hozir bu tomonlarni ham joy-joyiga qilib yig'amizda zibori nasos qo'yiladi. Zibori nasos ko'rdilaring narxini $70 ekan. Ziboriyni qo'yib, keyin bakni joyiga qotiramiz. Keyin sizlarga minib ko'rib, xudo xolasa tekshirib ko'rsataman va yuradigan holatini ham ko'rsatib tushuntirib o'taman do'stlar. Bu faqat Malibu 2 da emas, boshqa mashinalarda ham bo'ladi. Asosan avtomatda xuddi shunaqangi holatda bo'ladi. Mexanika sal boshqacharoq. Undan ham shunaqa, lekin farqi bor ikkalasini. Xo'sh do'stlar, mana bakni konkretni qilib, hamma boltlarni joy-joyiga qilib qotirib, hamma stopperlarni akkuratni qilib joy-joyiga qilib o'rnatib oldik. Eng maza joy mana bu yerda. Vashti kayf qilasiz, hamma joyga o'rnatib turadi. Endi switchlarni ham yangi olib keltirganmiz, switchlarni ham yangi qo'yamiz. Switchlarimizni to'talasini ham yangi qo'yib yuboramiz. Sababi ular qo'ray bo'lgan, yana katta skorostiga, katta tezlikda atkaz qilib qolishligi mumkin. Yomon siltamaydi-yu, talcho berib qo'yishligi mumkin. Shunga hozir buni yangi switchlarni xotiramiz bunga akkuratni qilib. Bitta qo'lda sal qiyinroq bo'lyapti, och. Hozir. Mana do'stlar, switchlarimiz yangi ignalik NJK uстановка qilib, keyin qolgan jarayonni nima qilishini ko'rsataman sizga, qolgan jarayonni do'stlar. Mashinani tekshirish jarayonida do'stlar yana bitta narsani guvohi bo'ldik. Biz endi aytyapman-ku, birinchi ishni qilishdan diagnoz qo'yib olish kerak. Hozir nasosni qotirdik, injektorlar nimani, benzin nasosni qo'yib bakni qotirdik. To'rtta switchni yangi qo'ydik, lekin maslani ko'rganimizda do'stlar, maslasi ham yaxshigina kamayib ketgan ekan. Mana hozir agar sizlarga tanavlar ko'rsatsam, qanday? Mana do'stlar, shu bitta uchiga nomiga ilinyapti xolos. Mana. Buni latada artib tiqqan joyiga, latada artib, hozir joyiga tiqib ko'rsatamiz sizlarga. Bu narsa do'stlar, yog' kamligi motorda yaxshi ishlamasligiga va tormozda ham vakuum yaxshi ishlamasligiga olib keladi. Mana hozir yaqinroq ko'rsataman sizlarga. Yo'q, mana shu bitta uchiga nomiga ilinyapti mana. 4 litr 700 gram yog' olar ekan bu avtomat.
4 litr 700 gram yog' olar ekan yozib qo'yishdi-da. 4 litr 700 gram biz yozishni bilmaymiz. 4 litr 700 gram olar ekan. Bunga hozir almashtirib 150 ming etsak, probegiga hali yana 3000 ming bor, 3000 2000 bor ekan. O'shanga dalibga o'zini yog'idan dalibga qildirib bering deydi. Hozir o'zini yog'ini chaqirib quvib, anandan keyin diagnoz qilib, keyin minib tekshirib ko'ramiz bo'lsa, keyin natijani ko'ramiz birgalikda. Avtolni 2 litr quvdik. Ko'p quvmadik, sababi ichidangi zamina o'z kelar ekan almashtirish. Shuning uchun 2 litr quvib pilla bo'ldi deydi. 2 litr quvdik, haqiqatda yog' ko'tarildi tepa tomoniga. Endi avtomobilimizda yurgizdirib ko'ramiz hozir. Bismillahirrohmanirrohim. Yurishlari juda ham ajoyib holatda bo'ldi. Diagnostikasini ham zo'rlanmay shittiradi do'stim mana. Diagnostikasini tekshirib qo'yamiz. Xo'p, hozir ABS'da ekanmiz. ABS'da yonib turgan ошибкаlarni o'chirdik. Faqat bitta ошибкасы низкий напряжение датчик давления топлива. Bu shleynida datchikchasi bor. Hozir to'rtburchak qilib rasmini qo'yib qo'ydim sizlarga. Buni metanda 3-paketda yurganda ulanmaydi. Hop, напряжениялар joyida, охлаждающий joyida, воздух выпускалар, окружение воздухlar, xo'sh. Оборот двигатель joyida. Bizga map datchik kerak. Xo'sh, qolgan joylarni ham tekshirib qo'yamiz hammasini. Zaryadga uloring kompyuter o'chib qoladi. Mana absolutniga давление o'z zakonni. Kislorod datchiklari ham nima deydi, ligi esdan chiqib qoldi hozir. Map datchik demoqchi edim. Map datchiklari ham joy-joyida. Juda ham ajoyib holatda bo'ldi. Bu bitta bir dona ошибкасы bor. Bu o'shaniki bu. Низкий напряжение сеп datchik давления топлива. O'shalar hozir rasmini qo'ydim sizlarga. O'sha narsani yo'l shtekерni ulamaymiz. 3-paketni metan qo'yganda benzin qaytib qolmasin deb ulamas ekan xullas. Xo'p, ABS'dagi ошибкаlarimizni yo'qotdik. Xo'p, biz ham blogdagi ошибкamizni nimaga bergan ekan? Tormozga bergan ekan. Bunisi natdovga beryapti. Tormozga berganni adaptatsiya qildik mana bu yerda. Adaptatsiya qilib, tormozdan to'g'rilab oldik. Xo'p, endi dvigatelimizni minib, tekshirib, cho'tki holatda bo'lganini xudo xolasa ko'rib, tekshirib olamiz va sizlarga birgalikda ko'rsataman do'stlar, qanaqa holatda bo'lganini. Test drive'ga olib chiqdik. E'tibor bergan bo'lsalaring, videoda boshida mana bu yerda haligi yo'l tanlamaydigan внедорожникка o'xshagan ошибка yonib turadi va cheklari bor edi. Bular joy-joyiga qilib, adaptatsiyalarni qilib o'qitib, ошибкаlarni to'g'rilab, tormozlarni ham adaptatsiya qilib oldik. Yumshoq holatda bo'ldi. Endi sizlar bilan tortishini ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana hozir benzinda avtomobilimiz D ga urdik. Qani ketdik mana. Hozir yo'lga chiqib bo'lsak, xudo xolasa. Do'stlar, vaqti shikalat mashina. Dahshat. Gazni bitta bossangiz orqaga qarab shuvlab tashlab yuboryapti turdi bu. Umuman tortmayapti turdi. Bosasiz orqaga bo'g'iladi, orqaga tashlab ketaveradi. Bir xilda mana taxometr ham bir xilda ko'taryapti buni. Bu 2,5 ming 3 mingdan o'tmayapti turdi deb o'ylagan bo'lsalar, video rolik boshida mana. Juda ham ajoyib holatda bo'ldi do'stlar. Shikalat bo'ldi. Ko'rdilaring, agar sizlarda ham mana shunaqangi holat bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu tartibda qilib bo'lsalaring bo'ladi. Bu faqat Malibuda emas, avtomat korobkaning ko'pida, bashda 95% xuddi shunaqangi holat kuzatiladi. Bu avtomobilimizga qo'yilgan narsalar 4 ta NJK archalik svicha, ya'ni ignalik svicha qo'ydik. Zboriy benzinasoz qo'ydik. Keyin 2 litr yog'ni dalibga qilib qo'ydik xolos. 2 litr qo'ydik, chiziqqa chiqib keldi atak yog'i. Boshqa muammosi xudo xolasa yo'q. Juda ham ajoyib holatda bo'ldi. Ошибкаlarni o'chirib, kompyuter tomonlarini to'g'rilab qo'ydik. Xo'p, do'stlar, agar sizlarda ham mana shunaqangi holat bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu tartibda qilib to'g'rilab olsalaring bo'ladi do'stlar. Agar video roligimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, sizlargacha bo'lsa ham manfaatli bo'lgan bo'lsa, video roligimizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hali bundan-da foydali video roliklar sizlar uchun chiqishda davom etadi do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat sizlarga.